Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil murselin. Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Bu haftaki sohbetimiz Qurbanlıqning hukmi ve onun hikmeti to'g'risida bo'lgan. Endi Qurbanlık degan Alloh taolaga yaqinlashish. Qurbi degan yaqin degan gap, endi Qurban degan yaqinlashish degan gap. Yaqinlashish ma'nosida ketgan. Bu endi Alloh uchun binasini atab, uningdan Allohning roziligiga erishib, Allohning muhabbatiga erishishgan endi. Qur'on Karimda Odam alayhissalomning ikki bolasi tug'ilishida shu Qurbanlıqningki so'zi o'tidi. Deydiki Alloh taolo vatlu alayhim naba'a ibnayya Adem'e izqaraba qurbana fetaqabbal min ahadihima ve lem yetaqabbal min al-akhir deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e sen ularga Adem aleyhisselam'ın iki oğlununki haberini, yani kıssasını sözlep bergin. Ular aşında qurbanlık kılganda birisininki kubul oldu, birisininki kubul olmadı deydi. O zamanlarda Allah'a yakınlaşış, Allah'ın razılığına erişiş için ancak nimeni qurbanlık attıgan narsani egiz bir taqqa chiqib qo'ygan. Aşağıdan bir ot kelib uni ko'ydirib etgan bo'lsa, qubul bo'lgan bo'lgan. Otni ko'ydirib etgan ashna tug'an bo'lsa, qubul bo'lmagan bo'lgan. Endi Odam alayhissalomning Habil, Qabil deb ikki o'g'li bo'lgan ayna. Habil tijorat bunda nima ekan? Dehqonchilik bilan shug'ullanadigan ekan. Qabil malchilik bilan shug'ullanadi ekan. Hem de Habil şu açlıklarının en güzelini, en yaxşısını Allah için, Allah razılık için atab yerge açık koyken, onu bir otkili köydürüp etken, o şunu ola kurbanlığı kubul olgan bulutken hem de şu zamanlardaki şeriatki nispeten. An Qabil şu nimeninki koyununki yani en naçırını açık koyken binasını. Şunu olan onunki kubul olmayken. Ayda turgan. Shunda bo'lgandan uning qubululab, ukisininki o'zining qubul bo'lmay, ukisining qubul bo'lganligi uchun ukisini o'ltirib atdi, qotillik jinoyati shariatni boshlaydi hamda. Ashunda qilsa hamda. Endi qurbanlik bizning islom dinimizda Qurban hayit kunida Alloh taolaning roziligiga erishish uchun bo'g'izlanadigan qo'y, o'chka, kala, tugak qatorliq chorlarni ko'rsatdi. Qurbanlik desak, ashuni ko'rsatdi hamda. Qurbanlik qilish dinimiz buyurgan ibodatlarning biri. Allah Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e fasalli li rabbike venhar degan. Rabbin için namaz o'qigin ve qurbanlik qilgin deb buyurgan Rasulullah'a. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlarni qurbanlik qilishga buyurib, ey insanlar, her bir aile yılda bir mal, qo'y yoki o'chka qurbanlik qiladi deb ko'rsatgan. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu rivoyat qilingan bir hadisda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem munguzlik oq ki qo'chqarni o'z qo'li bilan bo'g'izlab qurbonlik qilgan deb kelgan. Peygamber sallallohu alayhi vasallamning har yil qurbonlik qilganligi haqida hadislar kelgan. Alloma ibn Baz Saudiya Arabistonining sobiq muftisi fatvosi deganki, Peygamber sallallohu alayhi vasallam har yil ikki qo'chqar qurbonlik qiladi, birini o'zi va oilasi uchun, yana birini ummati uchun qiladi degan. Qurbonlikning eng izi bir qo'y yoki bir o'chkandi. Ko'pining cheki yo'q. Qanchalik ko'p qurbonlik qila olsa, agar iqtisodiy sharoit yer bersa, savobi shunchalik bo'ladi hamda. Endi qurbonlikning hukmiga kelsak, Shofiy, Maliki va Hanbali mazhablarda qurbonlik qilish ta'kidlik sunnat. Bu mazhablarga asosan mol setib olg'ili puli bor turuqli qurbonlik qilmagan kishi ayblanadi. Yani sunnatni tark etganlik uchun. Ammo Hanafiy mazhabida qurbonlik qilishning hukmi vojib. Bunun asasen mal setip algılı yeterlik pulu bar turuqluq qurbanlık qilmagan adam günahkar buldu bizning mezhebimizde. Çünkü o vacip bo'lgan bir amalni özürsiz terk qilgan bo'ldi. Endi bu yerda vacip bilan sunnatning farqini bilib olishimiz kerakda. Vacip degan nima desa, Qur'on Karim delilleri bilan isbotlangan bo'lsa-mu, shu masalaga nisbatan dalolatli keskin bo'lmagan oyatlar va g'ayri mutawatir, ya'ni Peygamber sallallohu alayhi vasallamning kelganligi bir ya ikki sahoba tarafidan rivoyat qilinganlik sababli keskin delil isbot qator turolmaydigan hadislar bilan bekitilgan amallar bu vacip amallar. Yani farzlar shuncha muhim, ammo farz darajasida emas.
Chunki farzni inkor qilgan odam kofir bo'ldi, vojibni inkor qilgan odam kofir bo'lmaydi. Masalan, 5 vaqt namozning farz ekanligini inkor qilgan odam kofir bo'ldi. Shunga o'xshash. Endi sunnat degan nima desa, sunnat payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning so'zlari, ish faoliyatlari, amal ibodatlari va boshqalarning sodir bo'lgan ishlardan shariatga uyg'un keldiganlarini muvofiq ko'rganligi deganlik endi. Sunnatning yana bir ma'nosi payg'ambar alayhisalom vojib, farz amallarning sirtida qilgan va bizni qilishga buyurgan amallar. Mesela 5 vaqt namozning sunnatlarini o'qiganga o'xshash. Masalan, bomdodning 2 rakat sunnati, peshinning sunnati, shamning, xuftonning sunnati deganga o'xshash. Endi sunnat ikki turli bo'ldi. Ularning biri ta'kidlik sunnat, yana biri ta'kidsiz sunnat. Ta'kidlik sunnat payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hamisha o'rindashga odatlangan va o'zursiz qat'iy tark etmagan sunnatlar. Masalan, 5 vaqt namozning sunnatlarini o'qish, tahoratda misvoq qo'llanishga o'xshash. Endi ta'kidsiz ta'kidsiz sunnat degan qanday desa, payg'ambar alayhisalom o'rindashga odatlanmagan, qoida o'rinlagan, qoida o'rindamagan. Masalan, asr namozining farzdan burun 4 rakat sunnat o'qiganga o'xshash. Ba'zi o'qiydi, ba'zi o'qimaydi. Endi ta'kidlik sunnat bo'lgan amallarni o'rnagan kishi savobga erishadi. Tark etgan kishi gunohkor bo'lmaydi. Biroq Allohning qayishiga uchrab qolish xavfi bor. Endi ta'kidsiz sunnat bo'lgan amallarni o'rnagan kishi savobga erishadi. Tark etgan kishiga hech qanday gunoh bo'lmaydi. Allohning qayishiga uchramaydi. Endi qurbonlikning turlarida dinimizda 6 turli qurbonlik bor. 6 turli. Birincisi hojilarning haj faoliyati ichida qiladigan qurbonligi. Uni hadiya deb ataymiz. Bu xil qurbonlik hojilardan haj tamattu va haj qiron qilganlarga vojib bo'ldi. Haj tamattu degan haramga berib, bir ihrom bilan umra qilib, undan chiqib, an hajga ayrim bir ihrom bog'lab, yana haj qilgan kishi. Bu bahriman haj deb atildi. Bunda qilgan kishiga bir qo'y qurbonlik qilish vojib bo'ldi. Haji qiron deganimiz ash bir ihrom bilan borgancha ash ihromdan chiqmay ashuni bilan ashu haj qilgan kishi. Endi yana bir haj ifrat deymiz. Haj ifrat degan qilganga qurbonlik kelmaydi hojilarga. Haj ifrat deganimiz ash haj kunlarida ash ihrom bog'lab beribli haj qilgan, umr qilmagan, beribli haj qilgan kishiga qurbonlik kelmaydi hamda. Hajdagi qurbonlik mushu. İkincisi haj yoki umr qilganlarning ihrom ishida o'tkazib qo'ygan xatoliklar sababli keladigan qurbonlik bo'lib, uni dam deymiz hamda. Bir xatolikqa bir qo'y kesib qurbonlik qilamiz ya, uni dam deb ataymiz. Uchinchisi qurbon hayit kunlarida qo'lida bor kishilar qiladigan qurbonlik bo'lib, u udhiya deb ataydi. Bizning qildig'imiz shayna. To'rtinchisi Alloh yo'lida atib etgan qurbonlik bo'lib, uni burundash vojib bo'ldi. Masalan, Alloh mening bu ishimni yaxshi qilib bersa, yoki men shu imtihonni o'talisam, yoki mening bu ishim bo'lib kelsa, men Allohning yo'lida ya qurbonlik qilman, Allohning yo'lida yoki sadaqa berman, Allohning yo'lida ya uni qilman, buni qilman deb va'da qilgan bo'lsa, ashuni qilish vojib bo'ldi, gadinda qoldi. Beşincisi yeni tug'ilgan bola uchun kesiladigan qurbonlik bo'lib, uni aqiqa deb ataymiz. O'g'il bo'voq uchun 2 qo'y, qiz bo'voq uchun 1 qo'y bo'g'izlab, faqirlarga taqib berish yoki ularga ziyofat qilib berish sunnat. Payg'ambar alayhisalom shunday qilishga buyurgan. Qilsa savob bo'ldi, qilmasa gunoh bo'lmaydi hamda. Altıncısı savob tepish niyati bilan kesiladigan ixtiyoriy qurbonlik bo'lib, nafli deb atildi. Bunda bir men Alloh uchun shuni bir qo'y kesib, faqirlarga bir taqib beray yoki yo'qsullarni shuni bir g'izolantiray deb qilsa, bu nafli savob bo'ldi. 6 turlik bu tugidamdi. Endi qurbonlikni kimni qiladi? Qurbonlikni hojatini eshib turadigan iqtisodi bor kishilar qildi. Ya'ni bu qurbonlik o'zining va o'z kafolati ostidagi kishilarning chiqimlaridan eshib turadigan iqtisodi bor kishilarga buyurilgan. Hojatini eshib turadigan pul meli bo'lmagan kishilarga qurbonlik qilish vojib yoki sunnat emas. Qilsa savob bo'ldi, qilmasa qanday gunoh bo'lmaydi. Endi qurbonlik qilingan mollar va ularning sifati qanday bo'ldi? Qurbonlik qilingan mollar qo'y, o'chka, kala, tuga qatorliqlardir. Qurbonlik mollarning yosh va sifat o'lchamlari bunday bo'ldi. Birinchisi, qurbonlik qilingan mollarning har qanday bir kasallikni yoki yuqumlanishni sog' salomat bo'lishi. Kasal yoki yuqumlangan bo'lmasligi.
İkincisi qurbonlik qilgan mollarning ko'rliq, to'kurliq va qattiq uruqliq qatorliq har qanday bir ayb nuqsondan salomat bo'lish. Endi uyri turolmay, shu o'lgili aran qopgan uruq qo'yni qismi bo'lmaydi. İkkili ko'zi yoki bir ko'zi ko'r qo'yni qismi yaxshi bo'lmaydi. To'kur ayiblik bunda qo'yni qismi bo'lmaydi. Endi üçüncüsü qurbonlik qildigan mollardan qo'yning 6 oylikning cho'ng bo'lganligi, kichik bir qo'zini qilib qo'ysin bo'lmaydi. 6 oylikning cho'ng bo'lishi, o'chkining 1 yoshdan oshgan bo'lishi, kalining 2 yoshdan o'tgan, tugining 5 yoshdan oshgan bo'lishi shart qilinadi hamda. Endi bir qo'y yoki bir o'chka bir odam uchun kifoya qildi. Bir kala yoki bir tuga 7 odam uchun kifoya qildi. Ya'ni 7 kishi birlashib bir tuga yoki bir kala qurbonlik qilsa, ularga qurbonlik qilganlik hisoblanadi hamda. Endi qurbonlik qilishga yaramaydigan mollar qaysizlar desa, kasal yoki yuqumlangan. Ikkinchisi bir yoki ikkili ko'zi ko'r hayvon. Uchinchisi quloq yoki quyruqining yarmidan ko'proq kesib etilgan. To'rtinchisi uyri turolmaydigan holatdagi to'kur. Beshinchisi quloqsiz yoki quyruqsiz tug'ilgan. Oltinchisi tishlarining ko'proq to'kilib ketgan. Yettincisi qattiq uruq hayvon. Qattiq uruq hamda. Sekincisi müngüzlerden biri ya ikkilisi tüveden kesip etilgen. Bular eyipli hayvanlar denilgen hamda. Qurbonlikning go'shini qanday qilamiz hamda? Qurbonlikning go'shini bir taraf qilish usuli, birinchi haj yoki umrga ihrom bo'lgan kishining ihromda o'tkazgan xatoligi sababli uningga yuklangan qurbonlik, ya'ni o demning go'shidan o'zi va oilasidagilar yemay, hammasini Makkaning faqirlari taqib turdi. Chunki jazo uchun kelganlik uchun o'zi yemaydi uni. İkincisi, Allah yo'lida qurbonlik qilishni otib etganlik sababdan qilingan qurbonlikning go'shini qurbonlik qilguvchining o'zi va oilasidagilarning yeyish masalasida islom ulamolari ixtiloflashgan. Ba'zi yeyishga bo'ladi desa, ba'zi bo'lmaydi degan. Chunki o faqirlarning haqqi, faqirlarga otib etganda endi o faqirlarning haqqi degan. Yeyishni to'squchilarning ra'yi faqirlarning manfaati uchun foydali va ehtiyot ko'z tutilgan. Ammo yesi bo'ladi deguchilarning ra'yida kengchilik ko'z tutilgan. Shu qurbonlik qilguvchi agar faqir bo'lsa, qurbonlikning go'shini o'zi yesi bo'ladi hamda. Üçüncüsü kurban hayitdagi qurbonlik, ya'ni udhiya, ya'ni biz qilmoqchi bo'lgan shu qurbon hayitdagi qurbonlik hojilarning haj faoliyati jarayonida qildigan qurbonligi, ya'ni o hadiya, aqiqa va ixtiyoriy qurbonliklarning go'shini 3 ga bo'lib, bir bo'lagini faqirlarga sadaqa o'rnida taqib berish, bir bo'lagini tuqqanlarga, qo'shnilarga, do'stlarga, garchi ular boy bo'lsa-mu, taqib berish, 3-chi bo'lagini oilasida yeyish tavsiya qilinadi endi. Agar qurbonlik qilgan odam kambag'al bo'lsa, atrofidagilarning hammasi boy bo'lsa, qurbonlikning go'shining hammani o'zi yeysi bo'ladi. Boshqa taqatmasmi? Endi qurbonlik alohida belgilangan katta bir ibodat. Qurbonlikning o'zi bir ibodat endi. Hayit qilishning o'zi bir ibodat. Alloh taolo hayit qilishni buyurgan ekan, biz Allohning amrini tutib qilganligimiz uchun o ibodat. Heyitlishish, bir-birimizle kuruşishimiz, kichik bolalarga heyit qilib xo'shal qilishimiz, yo'qsullarninki yüzünü güldürüşimiz, tuqqanlarni ziyorat qilishimiz, el jamoatning uyiga berib ziyorat qilishimiz, ashning hammasi savobli ibodat ashu. Chunki Alloh taolo ashuna buyurgan. Qurbonlik qilishni mayli ta'kidlik sunnat deyli yoki vojib deyli, u Alloh taolo buyurgan, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qilib ko'rsatgan bir ibodat. Alloh taolo buyurgan ibodatlarni o'zsiz tark etishga bo'lmaydi. Dinimizda buyurgan amal mayli sunnat yoki uni tuan sanilgan amal bo'lsin, uni o'rindashga qurbi yetadigan turib tark etish to'g'ri emas. Qurbonlik qilishga chami yetadigan turib uni tark etish Allah Teala'nın emrini özüsüz terk etkenlik bulutta. Yani bunun da bir suallar kepti. Öğlenmegen adamla qurbonlik qilsa bulamdı. Qurbonlik qilsa acayip oluyor. Çünkü aşı iqtisadi yeterlik bolsa, meyli o boytaq olsun, öylik olsun, nim bolsa o qurbonlik keladi onunğa. Öğleniş bilan hech qanday munosabat yo'q hamda.
Qurbonlik qilish Alloh taolaning dinining alomatlaridan biri. Alloh taolo deganki, "Va may yu'azzim sha'airallohi fa innaha min taqval qulub." Allohning dinining alomatlarini ulug'lash qalbning taqvoliqidandir deydi. Endi sebep nimalar bo'lsin dinimiz buyurgan ve keng musulmonlar arasında umumlashib ketgan ibodatlarni o'zsiz tark etish joiz bo'lmaganda qurbonlik qilishni iborat Alloh buyurgan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'zi qilib ko'rsatgan bir ibodatni o'rniga boshqa ibodatlarni qilamiz deb tark etishga bo'lmaydi. Chunki har bir ibodat o'z o'rnida muhim va o'z vaqtida ahamiyatli o'zining vaqtida hamda. Yani qurbonlik va uning o'rniga boshqasini qilish bilan ado topamdi deydi. Qurbonlik qildigan pulni jihodga yoki yo'qsullarni yo'lashga yoki turmadagilarni yoki asirlarni qutqizishga ishlatamiz deb qon eqitib qurbonlik qilishdan iborat bu ibodatni tark etishga qat'iy bo'lmaydi. Ma'noda qon eqitish shartda ma'noda. Qurbonlik qilib qon eqitish o'z oldiga muhim bir ibodat. Uning pulini yaxshi yo'llarga ishlatish bilan bu ibodat ado topmaydi. Aniq savob bo'ladi, lekin bu qurbonlik qilganga yetmaydi-da. Payg'ambar vasallam jihad qilgan, yo'qsullarga yordam qilgan, insonlarni qutqizgan va qurbonlikni tark etmay qilgan. Mujohidlarni jabduymiz yoki yo'qsullarni qutqizamiz deb qurbonlikni tark etmagan faqat burunqilar. Çünkü mücahitlerini cabdış ayrım ibadet, yoksullarını kutkuzuş ayrım ibadet, kurbanlık kılış ayrım ibadet. Bu ibadetlerden birini orundaş için yeni birini terk etiş doğramaz. Ama Müslümanların arasındaki yoksul kişilerge kurbanlık kılmaslıkla ruhsat kılınganlığı ularga dinimiz bergen bir ruhsat, kengçilik. Şuna ular qurbonlik qilmaganligi sababli gunohkor bo'lmaydi. Ammo dinimiz bizga qurbonlik qildigan pulni yaxshi yo'llarga ishlatish haqida ruxsat bermagan. Ulamolarimiz bu haqda fatvo bermagan, bo'ladi degan. Shunga biz qurbonlik qilishdan iborat ibodatni boshqa ibodatlar uchun, hatto uningdan savobliroq muhim bir yaxshi ish uchun tark etsak bo'lmaydi. Qurbonlikdan yardım kılmakçı bolsak, yani qurbonlikni yardım kılmakçı bolsak, qurbonlikni qilib, uning gücünü yo'qsullarga taqitib yardım qilsak bo'ldi. Saudiya Arabiston hukumati har yili qurbonlikning gücünü faqir davlatlarga olib taqitib berdi. Masalan, aşağıdaki minada kesilgan qurbonlikning hammani o'z vaqtida to'ng'itdi, nayt pokiz ret halda faqir davlatlarga olib taqitib berdi. Bunu da hem qurbonlik kılıngan buldu, hem yoksullara yardım kılıngan buldu. Şunu deyimiz ki sebep nim bolsun, kudreti yetadigan turuqliq qurbonlik qilmaslik yoki qurbonlik qilmaslikka da'vat qilish to'g'ri emas. Chunki bu dinimizningki bir simvoli, qalbimizdagi taqvolikning, fidokorlikning bir ramzi endi u. Bir ifodasi. Yani qurbonlikningki hikmatiga kelsak, qurbonlikning hikmati bu nurg'un hikmatlar bor hamda. Masalan, İbrahim alayhisolamning sunnatini davomlashtiramiz. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ko'rsatgani bo'yicha ish ko'rish deganga o'xshash hamda. Ammo shuning ichida eng muhim deb qaralgan hamda fidokorlik. Bu fidokorlik İbrahim alayhisolam dinga da'vat qilgan chog'da kishilarni Nemrut degan podshoh İbrahim alayhisolamni o'tga tashlagan shunda o'tga tashlashning oldida Jibril alayhisolam kelib İbrahim alayhisolamga agar xohlasang seni qutqizib olayli deganda Allah mening shu holimni biladi-ku, Allohning mening holimni bilishi menga yetadi deb o'zini taqdim qilganda o'tga kuyib kelsam kuyib ketay Allohning yo'lida deb o'zini shu qurbon qildi-da. Ama Allah Teala öz kudreti bilen onu köydemedi. Birinci imtihandan öttü İbrahim Aleyhisselam. Şuna bütün şu samavi dinler de koyun mesela Yahudi dini, Hristiyan dini, Allah'ın kelgen dinlerinin hemisi de İbrahim Aleyhisselam'ı hemisi uluğlaydı, hem de bir ülgemdi. Hatta müşrikler öz vaxtıda müşrikler özünü biz İbrahim Aleyhisselam'ın dininde de vaklattı. Şunçalik bir mertebelik bir peygamber. Bu peygamberin şu mertebeye eriştiği en çok alayetliklerinden biri fidakarlığı. Özünü fida kıldı şu çağda. İkinci qatam özünü fida kılıp imtihanını ötkendiğinde ikinci qatam balasını fida kılıp imtihanını öttü. Mesela insanı
Sen üzerinin canı oturamsa, balanın canı oturamsa dese, ben ülep ketsem ülep gitey, meyli balam yaşasın deydemedim. İbrahim Aleyhisselam manını öttü, üzünün cendin bir keçti, onun degen balasının cendin mi keçti? Balının cendin hiç kim keçmeydi o. İbrahim Aleyhisselam şu çağda şunu keçti. Yani peygamberlerinki düşü vehinin bir türü emdi. Adetteki insanların düş kögünden hiç qanday hüküm ağılı olmaydı. Düşümde anı kördüm, Allah beni buyurdu, mani kılışım gerek. Düşümde mani kördüm, Allah beni mani tostu, mani kılışım gerek demeyimiz, deyilmeyimiz onu. Ama peygamberlerge buludu o. İbrahim Aleyhisselam düş kürdü, oğluğu deydi, Kur'an-ı Kerim'in uçtu orada ayeti ayna. Balam ben seni buğuzlap düş küreptim degendikin. Allah'ın buyruğunu kılgan, ben bunu razı deydi. Anda pichaqni suray deb kelgan pichoq surilmaydi. Ondan Alloh taolo jannatdan bir qo'chqorni chiqarib turdi. Shuning bilan İbrahim Alayhissalomning imtihondan o'tganligini deydi hamda. Qissa shunchalar shunday hamda. Demak, buningda bu qurbonlikda bir fidokorlik qissasi bor. Endi biz shu Allohga bo'lgan muhabbatimizni, Allohga bo'lgan ixlosimizni, dinga bo'lgan fidokorligimizni qalbimizda shu boshindami? Ashuni qurbonlik qilganimiz aşının küçük bir remzi simvolu, aşı bağınınki nimesi, hem de ifadesi de aşının gösterdi. Onun başka kurbanlıkınki hikmetleri cıkandı. Çünkü Allah Teala bu şu iki bayramını bizge buyurgan, iki bayramını kılış ibadet. Ruzu bayramı, ruza heyti, Ruzidan ibaret bir aylık ibadetten keyin bendilerim bir hoş olsun, özara ziyafet qilsin deb ruzi heytni buyurup berdi. Qurban heytda hajdan ibaret muhim cho'ng bir farzni ado qilib bo'lgandan keyin bendilerim endi xo'shallik qilsin va ziyafet qilsin deb shuni buyurdi. Alloh taolaning buyrug'iga asosan shuni bunday qilish ibodat endi. Uningdan boshqa heytda har qanday kambag'al olsun, yiroqdagilar olsun, yaqindagilar olsun, bir-biri bilan uchrashib, bir-biri bilan ziyofat qilishib, bir xo'shallik, Alloh taolo bergan ne'matni izhor qilib bir xo'shallikni ko'rdamda. Ammo shuning hammasi o'sha qurbonlikningki hikmatlaridan sanaldi. Uningdan boshqa biz bilmaydigan, Alloh taolo biladigan nurg'unlagan hikmatlar bor. Chunki Alloh buyurgan ishninki albatta uningki nurg'un foydalari, nurg'un hikmatlari, sir asrorlari bo'ladi hamda. Bizning bilgunimiz mushunchalar ekanda. Alloh taolo hammamizni to'g'ri ishlarga muvaffaq qilsin va qilgan ibodatlarimizni o'z dargohida qabul